bitta bolaga qoyil qoldimda, hamma zo'ravonlik qo'lidan keladi o'sha bolani. Sport tomonga olsiz ham zo'r. Bir kun bitta joyda deydi, shunda bitta so'kiyapti meni deydi. Bo'pti, uzr deb ketib yordim deydi. Men aytdimki, xursand bo'lgin uka dedim. Endi iymoning baquvvat bo'pti dedim. Chunki g'azabni yutgan odam iymoni baquvvatli bo'ladi-da. Bu Rasululloh alayhisolom aytadilarki, g'azabini yutuvchilarga Alloh alohida jannat berdi-da. Alohida jannat bor ekanda g'azabni yutuvchilarga. Shuning uchun chiroyli xulosa qilib, mayli sport shariatimizda vojib. Sport shug'ullanish kerak. Jismonan baquvvat bo'lish, aqlan baquvvat bo'lish. Ya'ni bu degani jismonan baquvvat bo'lish degani musulmon pachaq bo'lmasligi kerak. Aqlan baquvvat bo'lish degani musulmon to'poy bo'lmasligi kerak. Rasululloh alayhisolom aytganlar-da, kuchsiz mo'mindan kuchli mo'min yaxshi degan. Qoyil qoldimda, hammaga